Bu taraf cho'kayapti. Ko'ryapsizlarmi? Ular shuncha kirgizmayapti, neydanlar yig'ishtirib turyapti. Buna cho'kayapti, qaranglar. Devor yorildi. Devor yorildi deyapti, ko'ryapsizlarmi? Bu yaxshigina yongan. Bugun ertalabdan настроение yo'q. Sababi mana Sho'rchi tumanidagi gipermarket Asl Diyor savdo markazi yonib ketibdi. Yong'in nimadan chiqqani hozircha noma'lum. Nima deymiz endi Sho'rchi xalqiga, mana shu yerda savdo qilayotgan hamma tadbirkorlarga sabr tilaymiz. Yaxshi bo'lib ketar endi Xudo xohlasa.